Bizani uylangan paytimizda to'yxonadan chiqib, to'g'ri spanliga boramiz deb o'ylardik. Yo'q. Kenaylar o'tirib olardi, biz zalda yotardik. Yoki men adashmasam qo'shni uyda yotganman. Ha, qo'shni uyda yotganman, azlarning uyida. Ertasi kuni kuyov osh bo'ladi. Kuyov oshidan keyin shomdan keyin kirgizib yuborishadi. O'shanda ham eshikning oldida poyloqchilar bo'ladi. Kelin tomondan keladi u narsa. O'sha paytda yosh bo'lganmiz, urf-odat shunaqa ekan deb xo'p deb ko'nib keturganmiz. Gapirishga ham haqqimiz bo'lmagan. Hozir o'ylab qarasam, ne unaqa narsalar bo'lgan, ne u shaxsiy hayot-ku bu, ey. To'g'ri, tushunaman. Kelin tomonni ko'nglini xotirjam qilish uchun kelin tomondan odamlar keladi, keyin bo'ldi, normalniy ekan deb ketishadi. Vobshe xunuk narsa-da, boru nikoh bo'lgandan keyin ayol erkakniki bo'ldi.